Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu kishi Bag'dam olijida Bag'dam. Bizga yana kim yordam beradi? Ibrohimjon aka doktor şeydilar, doktor. Biz bizga tushuntirib bering, grejesi bormi yo bir holatlarda qanaqa holatda? Mana bu moslamamiz bo'yin umurtqalari osteoxondrozda, disk churralarida tortib davolash usuli hisoblanadi. Bemor shunaqangi holatda o'tkazib, orqa tomonga toshitib, bo'yinni cho'zib davolaymiz. Toshni qancha qo'shsa bu kishini tuzattirishdan qarab. Ha, shu bemor holatiga, grejani katta kichikligiga, og'riqni intensivligiga qarab turib belgilanadi. Bemor umurtqalarini oralari shu kasallikda torayib qoladi. Buni qilishdan maqsad umurtqalarning orasini o'chish, bemorni nervlarni yengillashtirish va og'riqni sirasi pasaytiradi. Kelmoqchi bo'lganlar sadaf klinika kelishsa bemalol shu holatda bo'ladi. Endi men turgandan maqsad nimachi bu uskuna? Siz mabodo belingiz og'riyotgan bo'lsa, Belim og'riyapti. belingiz umurtqalarida disk churralari bo'ladigan bo'lsa, hozir yangi mana shunaqangi usullar chiqdi. Belni tortib davolash, cho'zib davolash uchun shunaqangi moslamalarni olib kelganmiz. Bel umurtqalarini orasini ochish uchun, umurtqa pog'onasini ochish uchun shunaqangi bir davo usulimiz bor. Bu 90 gradus, 100 gradus qilib bemorni tashiradimi? chalqanchasiga qilib oyog'idan tortish usuliga kiradi. Chiqib ketib qolaman shekilli. Umurtqa pog'onalarini oralari ochilsa, bemor holati tez kunlarda yengillashadi. Grejasi orqaga qaytishga yaxshi naf beradi bu. Ammo ancha yengil his qildim o'zimni. Agar hech kelmaganlar bo'lsa, bir kelib ko'ring-a, sraz yengil ta'sir qilar ekan. Grejasi borlarga bir maslahat bersangiz. Kelishsa, xudo xolisa sizda bir shubha topib ketganlarni so'ni yo bir kamida bir holatlar bo'lganmi? Birinchi o'rinda shunaqa disk churrasi bilan og'rigan bemorlarga og'ir ko'tarish tavsiya qilinmaydi. Beliga tasma bog'lab olish tavsiya qilinadi. Undan keyin shu tekisroq joyda parashok solib yotish kerak. Hech bo'lmasa bir 3 oyda bir 3 marta 4 marta davolanish kerak. Bu birdaniga yaxshi bo'lib qolmaydi. Disk churrasi degani bitta organni ikkinchi organning ichiga qisilib kirishi. Pufa bo'lib chiqib qoladi. Tog'ay shu umurtqani orasidan o'tgan nerv ildizini qisib qo'yadi. Mana bu usulda o'sha joylar sal yengillashadi, og'riqlar tez kunlarda pasayadi. Keladiganlarga marhamat, davolash usullarimiz bor. Kelinglar, marhamat. Kutib qolamiz hammani. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Kelsani bu yerda like, comment, obuna bo'lib qo'yinglar, chegirmalarimiz bor.